Mana bu oldingi videomizning davomi bu. O'sha Damas'imiz labo qilingan. Bunga mana buferlari, masla stop chiroqlari yangisi qo'yilyapti. Buni bortiga endi kraska sepilyapti mana bu. O'sha kraskaga sepilyapti. Buni oldi butun bo'lgan bu Damas'da. Biroz orqa tomondan tomlari ketgan. Oldilari yaxshi edi bu. Ona stoykalari ham yaxshi edi. Shunga taxlangan laboga. Bu Damas'imizni Damas bo'lib xizmat qilish nasib qilmagan ekan. Endi labo bo'lib xalqimizga xizmat qilishni boshlaydi bu. Bu Damas'imiz mana Damas bo'lgan 2006-yil. 2006-yil Damas'imiz bu ham labo qilib sotilgandi. Egasi olib ketay yaqinda mana bortlari buni tayyor bo'lgan. Usulini qilib ishlangan. Buni salonlari ozroq mehr talab bu. 2006-yil mashina bo'lgandan keyin bari o'zgarishi bo'ladi anchagina. Xalqning xizmatini qilgan bu. Buni mana saloniga mana sidinasi orqaroqqa yotadigan variant. Zoski laboda. Yangicha texnologiya variantida. Tomiga shunaqa javrar bilan qo'yilgan. Balolar ham o'zgacha buni. Lekin bu labotdan ancha chiroyli chiqqan. Yangi labo.